Assalomu alaykum. Meni ismim Shahzod, Bazmli startapi asoschisiman. O'zbekistonda restoran va to'yxonalarni bron qilish hali ham telefon qo'ng'iroqlari va Telegram orqali amalga oshiriladi. Natijada insonlar bir lokatsiyadan ikkinchi lokatsiyaga borguncha vaqt va energiya sarflaydi. Ko'plab insonlar o'ziga mos joy topa olmaydi. Bu muammoni Bazmli orqali hal qilamiz. Bazmli restoran va to'yxonalarni bir platformada birlashtirib, real vaqt rejimida bo'sh sanalarni ko'rish, narxlarni solishtirish va bir necha daqiqada bron qilish imkonini beradi. Biznes egalari uchun bronlarni boshqarish, mijozlar bazasi va analitika orqali bitta tizim orqali nazorat qilish. Hozir MVP ustida ishlayapmiz va mahsulotni restoran va to'yxonalarni ehtiyojlariga moslab ishlab chiqmoqdamiz. Bizning maqsadimiz O'zbekistonda event o'tkazish jarayonini raqamlashtirish va butun MDH mamlakatlariga kengayish, balki restoran va to'yxonalar uchun to'liq biznes boshqaruv ekotizimiga aylanadi. Rahmat.